Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz marhum yozuvchimiz Abdulhakim Boqiy Iltabir akamiz yozgan, Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Rabia Qadir xonimning hayoti ifodalangan o'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Qodirjonni Xitoy amaldorlarining chaqirib, shirkat va uy mulklarini hukumat hisobiga o'tkazib, hukumat bilan xususlar sherikchilikdagi shirkat tayinlaganligi va uningga direktor qilganlikdek vaqaliklarni o'qigan edik. Endi davomini qo'yamiz. Ko'chada qolgan sohibxona. Qodirjon hukumat bilan sherik bo'lib, Qodirjonli bo'lib qolgandan keyin har oyda hukumat beradigan 80 necha yuan maosh va 3 oyda bir qitim do'konlarning ijara persenti deb berilgan 50 necha yuan pulga tayinib, 6 bolasini beqib, o'qitib kun kechirishga majbur bo'ldi. Uni oz deb, 2 oq ot qo'shilgan harvo hatto tugmanlarmi hukumatning sherikligiga o'tib ketdi. Uningga alam qiladigini, o'zi qurib, o'zi rivojlantirgan, butun Oltay shahrini issiq non bilan ta'minlayotgan navoiyxonasidan pul to'lab non oladigan bo'lib qolgani bo'ldi. O'zining gazmal do'konida o'zi perkaschilik bo'lib qolgan 5 gramlik so'paxun pul to'lab 5 nonni ilib ketayotgan Qodirjonga qarab miyig'ida kulib turib, "Qodirjon, go'ngsandang yarashqa o'xshamam sizga?" deb pichirlab chiqchaq qildi. "Ha so'paxun, sizdan aylansin go'ngsandang degan. Do'konda liq gazmal mol turib yamoqishdan tushib qopli-g'u", dedi Qodirjonmi bo'sh kelmay. Ikkisi o'zlaricha kulishib puxadan chiqib olishdi. Rabiyaning dadasi beqib olgan yetim bola Jumoq, ochilari Zuhra, Hajarlar maktabda o'qiydi. Uning singil ukalari Orzugul, Samat, Xalchamlar bo'lsa Rabiya bilan billa o'ynaydi. Shu tariqada 2 yil o'tib ketdi. 1954-yili may oylarida Qodirjon ishxonasida o'tiradi. Kassir Xitoy hukumatining qizil tamg'iliq bir parcha uqtirishni akirib uningga o'qib berdi. Uqtirishda deyilishicha, shaharlik qurilish idorasining planiga asosan Oltay shahrining markaziy ko'chasidagi do'qmushga joylashgan Qodirjonning 5-6 eg'iz uyi hamda 4 eg'iz do'koni chiqiladi ekan. Uning o'rniga hukumat banka salmoqchi ekan. Qodirjon uy bisotlarini 1 oy ichida elib ketishi kerak ekan. Qodirjonning mingisidan tutun chiqib ketdi. 20-30 yildan beri ota-onasi, akasi va o'zi jafoliq ishlab asta-asta bino qilgan egilik vayron bo'lmoqda. Oltin qo'ziq qumurilmoqda edi. "Yo'q, ko'chmayman. Qoro joylarimni hech kim tutqizmayman. Hukumat bankasini agsaz silib olsin." Qodirjonning judini o'rladi va keskin qilib javob berdi. U, "Nim balo qildi bu go'nsandonga? Oladigani ilib bo'lib, endi yotadigan uyga bu ko'z tushganda qaranglar bu yuzi qilin insofsizlarning", deb g'udonshidi ichida. Oradan 3 hafta o'tgandan keyin Oltay shahar ichiga o'rinlashgan Go'mindan qalduq askarlardan tashkillangan Bingtuan deb atalgan qurilish atritidan uqtirish keldi uningga. 3 kundan keyin bu joyda qurilish boshlaymiz. Vaqtida ko'chib ketmaganlar qonun bo'yicha majburiy ko'chiriladi va qarshilik ko'rsatganlar jazolanadi, deganlar yeziqliq edi. Yaqin o'tadiganlar maslahat berishga boshladi. Haqiqatan hukumat bilan tang bo'lg'ili bo'lmaydi. Texi 2 oy ilgarila harbiylar talashgan qoro joylarini bergili unumgan Ko'ktachi Tungan sotsialistik qurilishga qarshi chiqdi degan nom bilan qo'lga ilinib so'loq deyatdi. Qodirjon birer tunush boshliq 100 xotiramni qilib ma'qul debla qolar degan umidda 3 kungacha o'zi bildigan boshliqlarning hammasiga dard holini aytib chiqdi. Lekin oqmidi. Bu yerdagi huquqning eng chungi sho'ba harbiy rayon qo'mondoni Wang Siling deganning qo'lida ekan. U Xitoydagi cheg'da 2 qo'lda qing'iroq ko'tarib yurib odam o'ltirgan dongli qora qursoq harbiy ekan. Banka soldigan joyni shu belgilabdimish. Uning so'zini hech kim buzolmaydi ekan. Qarshi chiqqan odam o'lidi ekan. Qodirjon bu Xitoyning ustidan shikoyat qilib harbiylikdan chekinib uyida dam ilayotgan Qurbonjon polkovnik degan og'aynisiga Urumchidagi cho'g' Xitoyga arz qilaymikin deb aytibdi u beshini chayqab turib. "So, beshidan lay deganni anglamaganmiding? Bularning cho'ngi general Wang Jin degani Yan'andagi Gansodagi vaqtida odam o'ltirib, apyon setib, dong chiqargan qaroqchilarning boshlig'i.
U 2 yil ichida zo'mgarlarga qarshi turish degan bahona bilan har qaysi shahar yezlarda 300 mingdek yurt oqsoqollarini, dongdor boylarni, tunilgan ziyonlarni o'ldirib bo'ldi. Uning oldiga arz ko'tarib borgining Seyit Nochining ishidek bo'lib qolmasin yana, deb javob berdi. Belgilangan kuni atdiganda qurilish armiyasi degan gumindang askarlari traktorlarni haydab kelib gap qilib qo'ymasdan mehmonxona uyning orqa temini usib teshivatdi. Qulum qo'shlarning salasi, Tojinsaxon va bolalarning yig'azari natijasida Qodirjon tirkishishdan voz kechib, yuk taqlarini, oila bisotlarini talaga yo'tkashga majbur bo'ldi. Shunda qilib tush vaqtigacha butun uylar chiqib tashlandi. Qodirjon xotin bolalari bilan 8 jon, akisi xotin bolalari bilan qo'shilib ko'chaning o'ttirsida uy makonsiz qoldi. Uning qo'lida bo'lsa kimlardir tutqizib qo'ygan, uy o'g'irlashtirish haqqi uchun berilgan 500 yuan pulning cheki turadi. Sherik deb nom qo'ygan 4 eg'iz do'kon va yer zamin endi hukumatning bo'lib chiqdi. "Ilisha, numus qilmaydigan yolg'onchilar, hammani ilisha!" Qodirjon ochiqda qo'lidagi 500 yuanlik chekni yirtib tashlab yerga otdi. U g'azablanganligidan nima qilarini bilolmay qolgan edi. Uzoq yillik qo'shnisi Xalchixon kulib yalvurib turib, ularning ko'chada qolgan mulklarini o'zining qo'rosiga to'shitdi hamda o'zlarini mehmonxona uylariga o'rinlashtirdi. Osh tamog'idan xabar oldi. Altay shaharlik hukumat qurilish idorasining uqtirish qog'ozida Qodirjonga shahar atrofidagi tog' bag'ridan xohlagancha bo'sh joy tanlab, uy silvilishiga ruxsat qilingan edi. "Endi nagin borarmiz?" dedi besh qatqin Qodirjon. Dada, biz doim sana guldasta terib o'ynaydigan gulzorliq ketayli, dedi 6 yoshli omoq qizi Robiya dadasiga yalvorib. Uydagilar hammasi bu gapni anglab dastlab kulib qo'ydi. Orqadinla bu aqlli qizining so'zini o'ylanishga boshladi. Nemishqa bo'lmasin? U yerlarmi bo'sh-ku. Gulzorliqqa makonlashish. Bütün Altay shahrini bir teatrxonaga o'xshatsak, xuddi uning sahnasidek qish-yu yoz gul giyohlarga to'lib turadigan Gulzorliq tog' bag'ri haqiqatan yaxshi joy edi. Bu joydan qaraganda shaharning hamma manzarasi, ko'chalari, uylari aniq ko'rinib turadi. Ammo hozirgacha hech kim bu yerga uy silish xiyolini qilib boqmagan edi. Qodirjon mahalla oqsoqollaridan bir nechaylarni, tomchi ustini va bola chaqalarini boshlab, Gulzorliqni ko'rgil keldi-yu, bir qarabla uy silish qarorini berdi. U: "Rahmat aqlli qizim, sizning Gulzorliqingga ko'chib kelamiz", dedi-da Robiyani ko'tarib peshonasiga so'ydi. Ertesini boshlab yangi uy qurilishi boshlandi. Qodirjon tog' bag'ridan 10 yerni planlab to'sidi. Qo'riqning eng yuqori tarafiga o'ziga 5 eg'iz, aksiga 5 eg'iz, osti-usti taxtaylik, qo'sh dariza, tom mashlik ro'spasoni uy yasash uchun plan tuzib, qora qo'shqarni bo'g'izlab qon qildi. Va xatmidan keyin bismillah deb tana tortdi. Qo'riqning tuvan tarafiga kengri ketgan gullik yasidi. Eng tuviniga bo'lsa yangyu va boshqa ko'ktatlarni teriydigan etiz cho'naklarini qirladi. Gullik bilan ko'ktatliqning o'ttirsidan cho'ng eriq yasab, tog' bag'ridagi soyni bo'ylab eqib tushgan shaqratning suyini kesib eriqqa boshladi. Eriqning oyoq tarafidagi cho'risiga tugman o'rinlashtirdi. 10 mo'liq qo'riqning cho'risini bo'ylab oldi kayni va ikki yiniga rat-rat terak ko'chiti tikdi. Qurilish nurg'un chiqim bilan o'ri bo'ldi. Bor bisotidan kirim kiradigan do'konlaridan ayrilgan Qodirjon ayolning yaxshi kunning yomoni deb saqlab qo'ygan kepak oltinlarini hukumat bankasiga arzon bahoda setib, uy qurilishining yog'och toshlarini, aslahalarini setib oldi. Madikorlarning ish haqqini berdi. Shunda qilib yil oxirida Qodirjonning Gulzorliqdagi hayvatlik dojisi putib, Altay jamoati va mashrab akli uy chiyiga daxil bo'ldi. Bek uzoq chiqib oldingiz Qodirjon. Oqshim adis paranglashib kelayli desak, xeyli mong'udakmiz, dedi masjid oqsoqoli mo'ysipit olim hojim Qodirjonga qarab. Qodirjon mamnunlik bilan: "Shundoq, bir oz yiroq bo'lib qoldi. Jahon mushundoqli bo'lsa, balkim atugun har qaysilarimo shaharni sharmandalarga tashlab berib, bu yoqqa yelib kelishala. Shu to'ymaydiganlarni bir kun bo'lsa-mu ko'zim ko'rmasin dedim. Aka qandoq?" deb javob berdi.
Shuni demamsiz, burunlarda cho'nglar ajal bilan ketadigan. Hozir hukumatning farmoni bilan birsi o'limga, birsi hapsiga ketyotidi. Ozlab ketdi konular. Bir ikkidan yo'qab ketyapmiz. Uning ustiga 5-6 yil avval kelgan Xitoy askarlarining erlarimi tug'atamdi nima? Ajabmi ko'payib ketdi bu nimalar? Asta-asta bizlarni mu shahardan siqib chiqirdiganda qiladi, deb shikoyat qilishga boshladi mahaldagilar. Yil o'rilib atiyaz kelishi bilan tang, tog' bag'ridagi yop-yeshil chimliq va rang-garang modan gullar, layli qozoqlar, momkop gullarining orasida paydo bo'lgan ko'k rangda chiroyli sirlangan bu qo'ro'joy Oltoy shahriga dong ketdi. Hamma kishi xursand bo'lishib, bu atroflarga ko'chib chiqishga havaslandi. Qodirjonning uyini bahorning ko'rkam manzarasi ichida ko'rgan hiliqi Wang qo'mondan. Ayyo, Xuangfu! Shoh o'rdisi. Chopsan durbuni achiq deb sinchilab qarayotgandan keyin hasrat bilan to'lg'inib. Ko'rishdingmi lahvalar? Uyini tortib olsaq, uningdan isil qilib yasib olginni. Sen horullar tig'icha paskin cho'shqidek gamidan chiqmay yetishsan. Bu emgakchan haqqa tang kelgili bo'lmug'idek deganmish. Qodirjonning qo'ruqi atrofida tikilgan teraklar yupurmoq chiqarishqa, gullik ichida turlik tuman tog' gullari po'raklab echilishga boshladi. Qodirjon etizga yangyu savza degandek kuzlik va lozi pomidor purchoq degandek atiyozliq ko'ktatlarni terib Cho'ng eriqda eqiyotgan suzuk suv tugmani peqirtib etizliqning chetini bo'ylab shaharga eqib kirib ketadi. Qodirjon va Tojinisaxon kech-kunduz to'xtamay ishlaydi. Endi uyda xizmatchi yo'q. Non yiqish, kola seg'ish, kirqat yuyish, osh tomoq qilish degandek ishlarning hammasi Tojinisaxonga qolgan edi. Eg'irayoq onasining tarlab pishib ishlayotganligini ko'rgan Robiya uning orqasidan tang yugurib yurib, qo'lidan kelishicha onasiga hamkorlashishga tirishadi. U ushaq-tushak ishlarni o'rganishga boshlagan edi. Tirikchilik yo'lida Qodirjon yillarcha mehnat qilib barpo qilgan chiroyli qo'ylisining peshoyviniga silingan anorgulli qizil gilam ustida o'ltirib, yiroqlarga nazar tashladi. Qo'ro joy ishlari, terixchilik, chorvachilik deganga o'xshash tirikchilik yo'llari endi yo'lga tushib qolganda qiladi. Bolalarning oldi o'rta maktabga chiqdi. Robiyamu mana bu yil boshlang'ich maktabga kirdi. Mahallada Uyg'urcha maktab bo'lmag'achqa, u qozoq do'stlari bilan birga qozoqcha maktabda o'qiyotdi. Qodirjon oldi bolasining hammasini oliy maktablargacha o'qitishni niyat qilgan edi. Shunga u qizlarga: "Yaxshi o'qinglar bolalarim. Men sizlarni Urumchi, Toshkent, hatto Moskvalargacha opirib o'qitaman", deydi har doim. Yana kelib vafodor Qodirjon aksi va uning oilasini biqishni ustiga olgan edi. Atdiganda Peshayvonda gilam ustiga keng dasturxon silindi. Dasturxonga ko'ydirilgan quyruq may aralashtirilib, sut bilan yo'g'irib tunurda pishirgan yo'g'on qip-qizil nonlar, hasal, xom qaymoq, seriq maylar, yeshil uzum, yong'oq, badam, o'rik mig'izlari hamda qarqat, gilos, g'uncha uzum murabballari tizildi. Takshi to'ralgan yup-yumaloq qeza go'shtlari dasturxonning 4 burjikiga qo'yildi. Tojinisaxon Peshayvonning bir burjikiga o'rnatilgan samovardan cho'ginga qaynoq selib achchiq dam chiqarib choy damladida, yinidagi ko'riga sut bilan tuzni tangshab etgan choy rasladi. Qodirjon oldi bilan akisini, yangisini choyga chaqirdi. Bu ovozni anglagan bolalar cho'qirishib, uy-uydan chiqib dasturxonga ota-onalarining atrofiga o'lashdi. Balalarning ba'zilari gardon chinidagi qaymoq choyga nonni tugurib yesa, ba'zilari nonga hasal, moy surkab yeb choyni o'tlaydi. Cho'nglar nonni chinidagi choyga chilab, chilar rangli yog'och qo'shiqlarda elib yeydi. Uzun so'ziladigan atdiyanlik nashta butun oila a'zolarining eng ko'ngillik, eng yoqimli yig'ilishi hisoblanadi. Oila tuzumi bo'yicha hech kim nashta kechikmaydi. Nashida kichiklar cho'nglar oldida faqat ortiq gap qilmaydi. Nashidan keyin cho'nglar duo qiladi. Ondan hamma o'z ishiga oldiraydi. Qodirjonning akisi kichiklarni agashtirib gullikka kirib ketadi. Ular toki herib qolguncha o't o'taydi, to'pa yo'laydi, aramchoqlarni putaydi, eriq cho'naklarini ichib gullarni sug'ratdi. Bolalarning cho'nglari maktabga oldirishadi. Qodirjon choydan avval eg'ildagi siyir kallarni mo'zaydin, sog'liq qo'ylarni qo'zisidan ayirib, ayrim-ayrim holda padalarga qo'shayotgandan keyin
Arqanlab qo'ygan joyidan otlarni yishib, tugmanning oyog'idagi iqin suda sug'ratdi. Andin egar jabduqlarini to'qib, minishga tayyorlab, qontirib qo'yatdi. Odatda akasining etinimi tayyorlaydi. Choydan keyin birdamla peshinga azon aytilatdi. Akasi masjidga namozga otliq boratdi. Qodirjonning yangisi bilan Tojinsaxon dasturxonda eng oxirida qolganlardan edi. Ular qaymoq choyning oxirgi shamsini chaynag'ach dasturxon yig'ishtiratdi hamda qochquchlarni yuyib bo'libla tomoqqa tutish qiladi. Biri etizga ko'kda targili kirib ketsa, biri elgakda un tasqab ximir yo'g'irishga boshlaydi. Qodirjon ish o'qitini yo'liga silib qo'yib, yozda qimiz, o'langda, qishda mashrab, muqamda, kuzda to'yda, o'g'loqda, adyazda, ovda, shikarda o'ynab o'ginib qolgan kunlik hayotini eslaydi. Әмді hökumatning xizmatchisi deb kunda 8 soat qarab o'tirgan qapasdak ishxonasiga sulinib qolgan zerikishlik ishqa ko'nalmay, ichi tit-tit bo'ladi. Keyingi yillarda u tirikchilik bilan haplashib, hatto ko'p gapmi qilmaydigan bo'lib oldi. Ammo uning halol mehnatdan olgan huzuri boshqacha edi. Bulubmu tәрlәп pishib ishlab, peshonasidan monchaqdek tər oqqanda, dam elish uchun qo'roning supisida o'tirgan vaqti hayotidagi eng zo'q beg'ishlaydigan paytlari edi. Tojinsaxonning patnusqa silib cho'ng chinda elib chiqqan muzdek dug'ab yoki qitiqlarila uning diqqat nazarini hamda xiyol kashmishlarini buzib etdi. Qarg'ina xotun, agar bu dunyoda rohat bor deyilsa, mana mushu odamzod aralashmagan sof tabiatda lazzat, huzur, zo'q, go'zallik, poklik deganlarning hammasi tepildi-jimi? Birdam jimmida turib, menga o'xshash bir anglab boqqida, sadig'an ketay. Qodirjon bugun Tojinsaxonni alaydan yinda o'ltirg'izib olib, tabiatning go'zalligidan, yiqimliq tabiiy ovozlardan billa bakir ilishga taklif qildi. Osmon ko'p-ko'k, yer yop-yeshil, yiroqdagi tog'lar qop-qorong'u jangal. Peshayvon lim yog'ochlari, deriz ramlari, darvoza eshiklari naqshlangan, suz ko'k rangli qator-qator uylar. Ishik oldida ichilgan rang-murang yerlik va o'rus gullari. Qo'runing to'rt tarafini qo'rshab turgan takshi o'sgan suvadan teraklar. Uning atrofida gupildab xushbiroq chechib turgan cheksiz, payonsiz tog' gullari. Hammasi qo'shilib go'yo rangi tangshalgan ipak gilamdek ko'rkam manzara. Yiroqdan anglayotgan shoqiratbining shor-shur qilib chiqayotgan takshi ovozi. Qo'roni kesib o'tgan eriqdagi muzdek suzuk tog' suyining yenik shildirlashlari, paqa chekatgilarning ritmsiz chirildishi, bulbul, kakkuk to'rg'aylarning changildab sayrishi, kalalarning uzib-uzib mo'rishi, qo'ylarning so'zib-so'zib ma'rashlari, itlarning uzoqlardan havshigan ovozi, dal-daraq gul-giyohlarning mayin shamolda shildirlishi. Ah, go'zal tabiat, mungluq muqam. İnsan yürəkini yaşartadigan tabiatning xo'ri. Mana bu Qodirjonning ishchan ayolining, omoq bolalarining yurti go'zal Altaydagi untulg'usiz hayot xotirasi edi. Ba'zida maktabdan qaytgan kichik Robiya yugurgunicha kelib dadisining yonida o'ltirib, dadisini do'rab barmoq qo'lini og'ziga ching tutib, jim deydi va atrofdagi yiqimliq tabiat musiqasining sadolariga quloq soladi. Uning sabiy qalbi halol mehnat qo'ynida, go'zal tabiat sahnasida hamda yiqimliq tabiiy xor muzikasining shavqinlarida tovlanmoqda edi. Ishchan qiz. Kichik Robiya 9 yoshga kirgan yili, ya'ni 1957-yili uning dadisi Qodir Jingli ishlayotgan yemaklik shirkatida yetib qopib, yerlik millatchilikka, o'ngchillikqa qarshi turish siyosiy o'ginishga majburiy qatnashdi. Qodirjon buni turmaga o'qishday desa, atdeganda kechda ixtiyoriy tomoq chiqil bo'ladi. Yakshanba kuni yana uyga berib kelgili ruxsat qiladi. Turma emasmikin desa, oqshomlari jiddiy o'ginish davomida turibla birsini o'tirg'a tortib chiqarib, "Sen Sharqiy Turkiston armiyasida askar bo'lib, nechta askarni o'ltirding? Kompartiya kelganda Osmon banditlarga nima deb xabar yetkizding? Bizning armiyamizga qarshi nima so'zlarni qilding? Nimalarni o'ylading?" degandek savollar bilan so'roqqa tortib, "Yo'qolsin" deb shuar to'lab kurash qilib ketadi. Ba'zilarni shu kurash davomida soqchilar quliga taqoq silib, tutib ketib turmaga solib etadi.
Bu ahvolda hech kim uyimda ishim bor, ketaman deyolmaydi. Aksicha hammasi qachon menga navbat kelarkin deb yuragi pok-pok titrab o'ltirdi. Qodir Jingli bir yakshanba kuni uyga kelib xotiniga dard ahvolini aytdi. Nima kun bo'ldi bizga? Orom xudo bir kun yo'q. Alixon to'ramni ko'rgan edim. Sharqiy Turkistonning oy yulduzli ko'k bayrog'ini ko'targan edim. Osmon Boturning polvonlariga 5 qo'y bergan edim, deb qo'yganlarning hammasi hozir cho'ng dushman bo'lib qoldi. Men bo'lsam umrim bo'yi mehnat qildim. Ishlab bola chaqamni boqaman deb qilmagan hunarim qolmadi. Endi menimi maslahni aniqlaymiz. Avval o'zing topshir deb qistavotidi. Allohim, oldingda bilib bilmay nim gunoh qilgan bo'lg'aydim. Bolalarimga muncha azob bo'lg'idek deb ho'ngrab ketdi va uyning eg'ir yenik ishlari son qoldi xotin. Tishingni tishla, bu kunlarim o'tib ketar, dedi. Bu so'zlarni anglab erining yuragidan etilib chiqayotgan hasratini tushunib, Tojinsa xonmu yig'lab ketdi. Boyadadan beri dadasining murisiga esilib o'ynayotgan kichik Robiya bo'linayotgan gaplarni anglab hamda dadasi opasiga qarab tangla yig'lab ketdi. U nima bo'lganligini toza aniq anqira olmasmi? Eg'ir yenik ishlarning hammasi son qoldi degan so'zlarni tushunaligan edi. U dadasiga qarab, "Jinim dada, xotirjam ishlayvergin. Opamning hamma ishlarini men tan qilaman", dedi esanib turib. Shu kundan boshlab kichik Robiyada opasiga tang qarshi beradigan odat yetildi. Robiya saharda opasi bilan tang o'rnidan turib, opasi ser saqqanda mo'zayni tutib beradi. Süt seg'ib bo'lgandan keyin mo'zayni qo'ziqqa bog'lab etib, kalalarni padaga haydab qo'shib etadi. Voyla aramni suv sepib supuradi. Choy tayyor bo'lish oldida qo'y qo'zlarni, mo'zaylarni haydab chiqib kang dalada qo'yib etadi. Maktabdan kelibla qir ishib izlab yurib, qo'y padisini tepib, qo'ylarini haydab keladi. Mo'zaylarni qo'ziqqa bog'lab etib, kechda padidan yandigan kallarni qo'tonga solaydi. U opasidan ko'ktatliqqa kirib sug'urish, o'g'itlash, o't o'tash, haramshaq, putashdek ishlarning hammasini o'rganib olgan edi. U yana opasining peshayvonda o'ltirib, cho'ng opasi bilan billa paranglashqash, shivoqni chiroyli o'rib supurga yasayotganligini ko'rib, do'rab yurib supurga yasashni tezla o'rganib olgan edi. Kichik Robiya shuning bilan kunda 1-2 supurga yasab, qulum qo'shnilarga tarqitib beradigan bo'ldi. Keyin yana u tog'dagi eng chiroyli echadigan modan gullardan gul dastalarini tayyorlab, qo'shnilarning uylariga akirib beradigan bo'ldi. Hamma uyda Robiya tizgan modan gullar xo'shpuroq chechib turadigan bo'ldi. Qo'shnilar Robiyadan suyunib, "Bu ishchan qiz Robiya buvi hammamizning o'z qizimizdek kuyimchan bola bo'ldi", deb maqtaydigan bo'ldi. Kichik Robiya har haftada 1-2 qitim opasiga agishib o'rmonga kirib, o'tun, archa yog'ichi, tivilga tushib keladi. Ba'zida qo'y biqib qaytqucha o'zi bir dova o'tunni murisiga ortib ilib keladi. U har qitim o'zidan uzun va yo'g'on tivilga shoxlarini mahkam chigib, orqaning bir uchini murisidan ortib, qo'lida ching tutib ingishib kirib kelganida oldiga opasi yugurib chiqib, "Qinisan qizim, o'tunning ichida ko'rinmay qopsan-ku", deb murisidan o'tunni tushirib oladi. Shundaq kunlarning birida Robiya supurga modangul akirib beradigan yolg'iz mo'may hayvonning tog' bag'ridan bir bog'lam o'tunni ustiga ortib, hasrab ho'midab tushayotganligini ko'rib qoldi. U yugurguncha mo'mayning oldiga berib, murisidagi o'tunni oldida uningga, "Mo'ma, bundan keyin siz o'tunga bormang, hammani men akirib berman", dedi. Shunda qilib hayvon mo'mayning challisi uzun o'tmayla qurigan archa yog'ochlari, tivilg'a shoxlari va qo'raylar bilan to'shib ketdi. Bir kuni hayvon mo'mayning hovlisini supurayotgan Robiyani ko'rgan ochisi xafa bo'lib uni uyga qaytarib kirib ochiqlab turib, "Nima qilyapsan singlim? Hamma odamga supurga gul tarqitib, o'tun terib beradigan xalqning g'olchisisan? Endi qo'rolarini supurgil turibsan, sat emasmi bizga?" dedi. "Qanday qilaman, acha?" dedi Robiya ochisiga yalvorib. "Shu bechoralarni ko'rsam chidamayman. Hammasini o'zimning dadamdek, opamdek yaxshi ko'raman. Bir oz bo'lsa-mu jafosini yeniklatgim keladi." Robiya maktabda shundaq tirishchan ham ishchan edi. U darslarda hammasidan a'lochi bo'lib qolmasdan, maktabdagi tantarbiya, naqshi aytish faoliyatlaridami usta edi. Maktab bog'chisi Robiya terigan va ko'chirib kelgan har xil gullar bilan to'shib ketgan edi.
Maktabda muallimlar, mahallada cho'nglar hammasi uni yaxshi taniydi. Cho'nglar uningga zo'qlanib, "Bu xosiyatlik buvoq endi ishchan qizga aylandi. Kichkina turib hamma kishini g'imini yeydigan bo'ldi. Cho'ng bo'lsa qandoqmi jasur qiz bo'lar" deyishatdi. Qodirjon ishdan horg'in hinib kelib, yerib ketganidan aron yostiqqa yo'linib yonboshlag'inida Robiya hamon hinda paydo bo'ladi-da, darhol dadasining do'lisini putlarini tutib uvlab qo'yadi. "Dada, cho'ng bo'lsam siznimi, opamnimi hech ish qilg'izmayman. Hamma ishni o'zim qilaman. Bo'lsa tixi mahaldagilarning hammasini o'zim boqaman", deydi bolalarcha. Dadasi uningga zo'qlanib qarab cho'nqur o'yga cho'katdi. Ofatlik yillar 1960-yili qishda shundoq judim bo'ldiki, yaqqan qalin qor dastidan hech kim uydan qimirlay olmadi. Maktablar taqaldi. Nurg'un kishilar ishlayolmadi. Faqat uyda yeb yotmoqdan boshqa chora qolmadi. So'g'uq uzun so'zlab yem xashaklar yetishmay, mol chorvalar och qoldi. Qishicha chil bo'rilarmi shaharga to'xtamay hujum qilib, qo'ylarni tang yeyishib berdi. Qishicha qattiq so'g'oqqa chidamagan bo'g'az siyir, sog'liqlar mo'zay qo'zlarini tashlavatdi. O'lmakning ustiga tepmak degandek, hukumat un, guruch bulamdu, go'sht, yog' bulamdu, ish qilib yegudek narsaning hammasini kuz faslida obat bo'lgan Xitoy o'lkalariga to'shib ketgan edi. Do'kon oshxonalar quruqlanib, mashga yaqqudek o'tin topolmay taqilib qilyotdi. 2-3 yildan beri hukumat Po'lat Timir tavlab, Angliyadan eshib ketish shuari bilan ko'ygidek narsaning hammasini yiqib ko'ydirib, erigidek narsaning hammasini eritib, tog' jilg'ilarini doshqal shaharga to'shqizayotgan edi. Shunda qilib, shahar, yezi qishloq hamma yerda yegudek narsa qolmadi. Xalq och yalang'ochlik ichida nima qilarini bilolmay tamtarab qoldi. Atiyazdan keyin havo bir oz illishga boshlaganda, Robiya qo'liga kichik gurjakni elib, oldin qilib Bingtuan degan askarlar yong'yo tergan keng dalalarga berib yerni ko'lab boqdi. Gurjak tushgan yerdan biror taldan ushshoq yong'yo chiqatdi. Ba'zida xil yo'g'on yong'yolarmi chiqib qoladi. U biror soat ko'labla yo'g'on bir sivatni ushuk tekkan yong'yoga to'ldirib uyiga ilib kirdi. Uyda hammasi cho'qurishib xo'shal bo'lib ketishdi. Robiya adisi mahaldagi qiz o'g'il 10 necha bolani boshlab berib, ularga yong'yo qo'lashni o'rgatdi. Demismi, bultur kuzda Bingtuan degan askarlar g'ururlik bilan u yer bu yerni qo'labla, yo'g'onlarni ilib qolganini tashlab, soyitiga qarab, vaqt to'shdi deb ishdan qichib tugdi deb ketib qilishgan edi. Shuning bilan 2-3 kundan keyin qorni och, yeydig'ini yo'q bir muncha Uyg'ur qozoq xalqi gurjak tog'orlarini ko'tirishib, dalaga chiqib yong'yo terishga boshladi. Hamma kishi bu aqlni topgan Robiyani maqtab ko'k ko'tirishdi. Oqsoqollar Robiyaning aqliga aprin o'qib duolar qilishdi. Robiya bir kuni hayvonxon momayga o'tin akilib berish uchun tog' qaptildagi dalini kesib o'tib, edirliqqa chiqdi. U o'tinni yudib kelib tuyuqsiz putlashib yiqildi. Tog' edirlardagi qor tig'i taltukis erimagan bo'lib, Robiyaning putiga qor ostidagi bir bog'lam bug'doy chunchisi putlashgan edi. Bultur yana shu Bingtuan degan askarlar mushu edirliqda binam ichib bug'doy terga edi. Yoz oxirida baldurlar so'g'oq tushib ketganlikdan ular bug'doylarini chala bula o'ribla qolganini tashlab ketgan edi. Uning ustiga Bingtuan askarlari oylik maosh ilib ishlagashga qo'ng'iroq chilinsila ishini tashlab qochadi. Ular uchun hosul muhim emas, soatning chapsariq to'shishi muhim edi. Shunlashqa bug'doy bashaqlari hatto bog'lam chunjilarmi tashlangan yerda qorning ostiga ko'milib qolgan edi. Robiya qo'liga chiqqan bir bog'lam bug'doy chunjisini tutib bir haza o'ylanib qoldi. U "To'xtab tur", dedi o'z-o'ziga. "Birangini-g'u yeb tugatdiq. Bug'doy yo'q tugmanmi to'xtab qolgan edi. Xudoyim bu donni bizga nasib qilgan o'xshaydi. Mahaldagilarni bu yerga boshlab kelay. Och qolgan bicharalar bir necha kunlik bo'lsa-mu bug'doy bilan un tortib lag'ma etib yeb olsin." Bultur kuzdimi Robiyaning opisi uni va aka ufka och sing'illarini boshlab chiqib bashaq terib necha tag'ar bug'doy yig'ib olgan edi. Robiya shu xiyollar bilan qaytib kelib mahalliki cho'ng kichik bolalarning hammasini yig'di va xuddi maktabdagidek maslahatlashib so'zlashga boshladi. "Hamma uyda yeydigan narsa yo'q, osh qilyapmiz. Bugun hammanglar bir xalta ilib keydimda menglar. Men sizlarni yaxshi yeydigan bir narsa bor yerga boshlab borman." "Robiya qiz, yana biranga qo'lamdiq. Nadikan u biranga?" dedi bolalar qiziqib.
Yo'q, baranga emas. Endi boshaq derimiz. Hamma odam kuzda boshaq dersa, biz atiyazda boshaq derimiz. Iliqi Bingtuan degan horullar tashlab ketgan cho'ng idirliqdagi binamga bormiz, dedi Robiya. Bu yergimi dastlabki kuni bolalar kelishdi. Әтісі bütün мәхәлдікілер қозғылып башақ терішқі чықты. Башақ терішқі чыққан чоңлар bir яқтын ішләп, bir яқтын шикайет қылышқы başıldı. Tağ idirleri arasındaki bu payansız təkşi yer əslində Altay şəhəriga ən yaxın həm yaylaq, həm qışlaq bulalaydigan yaxşı otlaq idi. Şəhərdikilərin həmsinin 1-2-dən miniş eti bulub, 300-400 at mana muşu otlaqda çöp yeytdi. Kişiler atlarını iki putunu arqallab, işik aldıdıla qoyut etdi. Atlar udul muş yerge kelib keçice otlaydı. Ertesi kişiler udul bu yerge kelib atlarının ayığını yişip, yavudaq menip ilip ketetdi. Kış günleri padağa qoşulgan kalılarmı yeraqı barmay muş yerde otlaydı. 2 yıl avval Bingtuan degan hiliqi miltiqi yo'q askarlar. Kişiler arasında mundaq gap bar edi. Bular Gomindangning asirga tushgan cherikleri bo'lg'ashqa, Gongsandang ularga ishonmay miltiq bermabdi. Lekin o'zining Xitoylari bo'lg'ashqa, yerliklarga taqobil turish uchun o'z odamlarini ko'p ko'rsatish maqsadida ularga askarcha ishdan jappon berganmish degan so'zlar tarqalgan edi. 10-15 traktorni vaqitib kelib, hech kimdan so'ramayla bu chiroyli o'tloqni ag'dirib, binam ichib, urug' chechivatdi. Sharga eng yaqin joydagi suyi alvak, çöpü quyuq bu bir parça otlaqdan ayrılıb qalğan xalq boz yer aşqan askarlarni 100 mingni qargıgan idi. Şu yili qishda çarvchilar norozi bo'lib hukumatga arz qildi. Hukumatning beshida turayotgan Wang Shuji degan boshliq aslida ashu askarlarning boshlig'i bo'lib, keyin amili o'sib Altayga partkom sekretari bo'lgan edi. U yerimizni qaytarib bersin deb arsunib kirgan vakillarga. Altayda nima to'la, yer to'la. Nimani to'lasizlar? Askarlar bo'z yer assa xalqni beqish uchun ochidi. Xalq kommunasining bir tutash planiga qarshi chiqib nima qilmoqchisizlar? Xiyolinglarda bu o'tloqlar bizning demoqchimisizlar? Bilib qo'yinglar. Armiyamiz hozir chegaraning hamma yeriga mustahkam o'rilishib bo'ldi. Ular davlatning butunligini jon tikib qo'g'daydi. Bu cheksiz ziminlar Jungoning zimini. Qarshi chiquvchi aksi inqilobchilardir. Proletariyat diktaturasining tumir tapini ostida yonchib tashlandi. Degandek tapa ta'nlarni hamda popoza gaplarni qilib, vakillarni qo'g'lab chiqarib etgan edi. Aradan ancha ko'p vaqt o'tmayla har bir qishloqning dangdor boylaridan, o'qigan yoshlaridan 20-30 kishi to'yiqsiz qo'lga ilindi. Shu chaqlarda chiqadigan yerlik gazetlarda chet el ishpiyonlarining quturtishi bilan Altay shahrida qo'zg'olon ko'tarmoqchi bo'lgan bir uchun buzuq kishilar tarmar qilindi degan xabar e'lon qilindi. Shu ishdan keyin bu bir parcha binam yerlarla emas, 5-6 joyda shaxsiy yoki kollektiv oltin qo'layotgan kollardagi yerlik kishilarmi tasodifiy qo'lga ilinib ketib, konchilar tarqab ketdi. Oltin kollari shu peti Bingtuanliklarning qo'liga o'tib ketdi. Kichkina quloq mullisi Robiya cho'nglarning yuqorqidagi shikoyat so'zlarini anglab qolatdi. Uyda bo'lsa, dadisi doim yaqin o'tadigan og'inlari bilan xuddi shundoq so'zlarni qilishib, Altayga kelgan askarlarni, Bingtuan deganlarni, yo'lsiz Xitoy boshliqlarini ayblab to'xtamay qaynab ketishatdi. Robiyaning go'dak qalbiga xotirjam hayotimizni, bayoshat turmushimizni mushlar kelib buzibdi-da degan o'ylar asta-asta singishga boshladi. Shunday qilib bu qitimliq o'qishimiz mushargich bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.